Dadasi, esingizdanmi? 5 yil oldin shu bog'da tanishganmiz. Ha, esimda. Keling, yoshlikda eslaymiz. Qanaqa qilib? Yana menga gap otasiz. Jilimiz bo'ldi-ya. Bir marta xolos. Yo'q, Keling, odamlar- yoshlikda eslaylik. Odamlar qarab turibdi. Bir marta oldin ham gap otgansiz-ku. Ha, bo'pti. Yaxshi qiz, tanishsak bo'ladimi? Bor, yo'lingdan qolma. Nomeringizni bering, olib qoldim. Menga nima? Men ham oddiy bolalardan emasman, tanishib qo'yaveraylik. Tushunmadim. Gap otyaptimi? Men qarash. O'zbekistonda har bir ayol, har bir qiz singlimiz, opamiz bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Davay, kuyamiz, davay. Nima kerak bor edi boshqa narsani, ha? Men qaramas begonalardan kaltayib o'tiribman. O'zim xotinimga gapiraman deyman. Endi o'zi Men qayerdan bilayapti, yiqibmanmi? o'ldirib yuboraymi hozir? Romantik yoshlik. Paypag'ini yirtig'i tuflistagi o'rnatirdi. Qada? O'rtash. Onangga yana insof kirmabdi shekilli-ga. Yana shunqomlik qilyaptimi? Gaplashib qo'yamizmi? Biz ahil opa-singil qadamizmi? Ha? Opa-singil qadammiz. Nima u? Opa-singillarni himoya qilish qo'mitasi. Bos, biz tashlaymiz. Dadasi, kechiring. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim. Lekin xotin 10 yilga umrimni yeding sen. Uzr. Xudo xolasa yaxshi bo'lib qolasiz. Muhimi sog' qoldingiz-ku. Ha, aravacha bor-ku, nimaga hasad oldingiz? Tuzalib ketganimdan keyin mana shu hasatiyat yuradigan qilib qo'yaman seni ham xotin. Ishon. Men qarash. Banisadan haqir-chaqir qilib yurishmaymiz. Bo'ldi, hop. Xo'jagan qaysi palatada yotibdi-kin? O'sha o'zi topib olamiz. Ha, bo'p. Ana ular yana kelibdi. Xotin sen meni, men seni tanimayman. No.